Hozirda internetda O'zbekiston Prezidenti samolyotini Pokiston harbiy qiruvchi samolyotlari kuzatib borgani haqida xabarlar trendga aylandi. Ammo ayrim tahlilchilar bu voqea ortida muhim siyosiy signallar ham borligini ta'kidlashmoqda. Bir necha kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda Afg'onistonda ayrim millatchi yoki qurolli kuchlar tomonidan O'zbekiston va Tojikistonni bosib olish haqida tahdidli videolar tarqaldi. Bu xabarlarga rasmiy Tolibon tomonidan aniq izoh berilmagani, ularni ochiq rad etishga urinish bo'lmagani rasmiy Toshkentni sergaklantirgani aytilmoqda. Shu fonda O'zbekiston va Pokiston o'rtasida harbiy hamda texnologik hamkorlik bo'yicha shartnoma imzolangani haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Kuzatuvchilar fikricha, prezident samolyotining harbiy qiruvchilar tomonidan kuzatilishi Afg'onistonga nisbatan yumshoq, ammo aniq va tushunarli signal sifatida baholanmoqda. Tahlillarda bu holat Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan ehtiyotkor va munozarali siyosat natijasi ekani ham qayd etilmoqda. Shuningdek, ayrim ekspertlar Afg'oniston uzoqdagi kuchlarga emas, avvalo yaqin qo'shnilar bilan barqaror aloqalarni mustahkamlashi zarurligini ta'kidlamoqda. Chunki Afg'onistonda barqarorlik yuzaga kelsa, avvalo O'zbekiston, Tojikiston va Pokiston kabi qo'shni davlatlarga ta'sir qiladi va bu davlatlar xavfsizlikka, tahdidlarga jim qarab turmasligini amalda ko'rsatmoqda. Voqealarni Kun nigohi kanalida kuzatib boring. Eng sara yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling. Xayr, sog' salomat bo'ling.